Assalomu alaykum. Ha, yaxshi. O'zi qayerliksizlar? Zami Toshkentlikmi? Ha, Toshkentlikmi? Ha. Sen o'zi uka nega katta ketasanmi? Ahvolingga qaragin. O'zi bulbullik inidek bir joyda tursang. Maftum, men Ozod. Xuddi Kevin Costnerdek. Siz esa uni Whitney Houston'isiz. Bitta qizimiz ham bor, bittasi bog'chada, bittasi maktabda. Ha. Shu nima deysiz? Shu uyini yig'ishtirmaydi-da shu ikkalasi. Shu nima qilsak bo'ladi? O'zingga ham, akangga ham, uyingga ham tupurdim, tushundingmi? Mana qilish kerakda keyin yig'ishtiradi. Birinchi olib berasiz shikalat, keyin yig'ishtirsang yeysan desa, keyin yig'lab qiladi. Yana nima kerak? Bulut kerak. Bu Mana o'tgan gal olib berdim. Yig'ishtiraman dedi-da. Ha. Ozgina yig'ishtirdimmi, yo'qmi bilmayman, top-toza bo'lmadi-da, qisqasi, yalg'ondan bir shikalat yedilar, tam alla qaratcha. Soddasan-de. Katta qizimizga ish ayta olmaymiz. Bitta ish aytsak, hip kelguncha. Sen mendan rasmiy ravishda talab qilding-da bu. Iltimos qilsang bo'lardi-ku. Qiynamanglar, qiynamasiz o'zi bilib qiladi. Yo, aytmasa qilmaydi-da. Yuzgacha sanang qiladi. Sanash bilmay bu. Imyular. Maktabda shu 5-sinf, 6-sinf bo'lgan paytda meni ko'rib qolgan. Mana shunga turmushga chiqaman degan. Yo'q, shart emas degan. Men sizsiz yasha olmayman. Sizni sevib qoldim deb bo'ynimga osilib olsa bo'ladimi? Har xil vaziyat bo'ladi, shunga sizga maslahat so'rayman-da. Pastda yurgin, ovqatni katta ye. Kechasi siyib, undan keyin yotib ketar birovni. Xayrin sabab bo'ldi endi. Mana hozir multfilmlar ham har xil, yomonlari ham bor. To'g'rimi, nima deysiz? Ha. Shu bolalarim ko'p ko'ryapti-da. Shuni qanday qilsak bo'ladi, nima deysiz? U tanasi ko'radi-ku. U ham xafa bo'ladi-da, ko'raveradi. Sizlar ko'rmasinglar, kitob o'qisanglar, ular ham shunday qiladi. Hayotni o'rgan. Men lekin ba'zida kitob o'qiyman. Onasi ham o'qiydi. Onasi va shu o'qimaydi.